Ka'ba. Nima uchun musulmonlar aynan Ka'ba tomonga yuzlanib ibodat qiladilar? Ka'ba atrofida aylanib tavof qilishlarining hikmati nimada? Alloh taolo Ka'baga qanday mo'jizaviy sirlarni yashirgan? Keling, shu savollarga birgalikda javob topamiz. حن قلبي للمدينة لرسول الله. Ka'ba-i muazzama, musulmonlar qiblasi, qalblar qayta talpinuvchi muqaddas shior. Haj va umrada ziyorat etiladigan tavofgoh, odamlarga muborak, olamlarga hidoyat qilib qo'yilgan yer yuzidagi birinchi uy. Uning Baytulloh, ya'ni Allohning uyi, Xonai Ka'ba, Baytul Atiq, qadimgi uy, qibla kabi nomlari bor. Ka'ba-i muazzama 7-osmondagi farishtalar to'xtovsiz tavof qiladigan Baytul Ma'murning soyasidagi bir muqaddas makon bo'lib, uni ulug'lash qalbning taqvosi sanaladi. Bu haqida Alloh taolo bunday marhamat qiladi: kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bas albatta bu qalblarning taqvosidandir. Haj surasi 32-oyat. Ka'ba ichida namoz o'qish va duolar qilishning ajr mukofoti hamda savobi ulug' bo'lib, bunga 4 mazhab imomlari yakdil tarzida ittifoq qilganlar. Bu haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim Baytullohga kirsa, savobga kiribdi, gunohdan va mag'firat qilingan holda chiqibdi dedilar. Imom Bayhaqiy, Imom Tabaroniy rivoyati. Alloh Baytullohni ziyoratiga barchamizni chaqirsin. Keling avvalo Ka'ba-i muazzamani tarixiga qisqacha nazar solaylik. Insoniyat tarixi Makka shahridan boshlanadi. Alloh otamiz Odam alayhissalom bilan Havo onamizni jannatdan yerga tushirganida, Havo onamiz Makka shahri yaqinida qo'nim topdilar. Odam alayhissalom esa uzoq sharqdagi bir vodiyga tushirilgandilar. Uzoq yillar bir-birlarini izlashlari natijasi o'laroq Odam alayhissalom Arabiston yarimoroli osha Makka shahriga yetib keladilar va nihoyat Makka shahridagi Arofat tog'ida Odam alayhissalom va momo Havo bir-birlari bilan uchrashdilar. Makka ilk marta Alloh subhanahu va taoloning yakka o'ziga ibodat qilib sajda qilingan shahardir. Aynan shu yerga otamiz Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birgalikda Baytullohni qurishga amr qilindilar. Alloh taolo buning sharafiga osmonda ham xuddi shunday farishtalar tavof qiladigan Baytul Ma'murni barpo etdi. Rivoyatlarda kelishicha har kuni uni tavof qilish uchun 70 ming farishta hozir bo'lar ekan. Bir bora tavof qilib chiqqan farishta u yerga boshqa qaytib kira olmaydi.